Assalomu alaykum. Bugun 26-dekabr. Qo'rg'ontepa tumanida qurilishlar to'xtagani yo'q. Bir xonadonni tomida yig'ma monolit qilinyapti hozir. Ko'rib hayron bo'ldim to'g'risi. Ukamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Yig'ma monolit nima o'zi uka? Yig'ma monolit aka qo'lda yig'iladigan, oson va sifatli bajariladigan ish. Buni kranlarsiz ham bajarsangiz bo'laveradi. Buni uzunligi 2 metrdan tortib 7,5 metrga do'g'ir tayyorlab o'rnatib berishimiz imkoni bor. 7 metrli xonaga ustunsiz bo'lar ekan demak. 7 metrli xonaga bez ustun joylashtirsangiz bo'laveradi. Nimadan tayyorlanadi bu? Bu asosan karkaslik, armatura, beton balkalardan iborat. Buni orasiga teriladigan polistiroblok, bu o'zimiz ishlab chiqaramiz. Sifati ham ancha kачествоsi yaxshi. Keyin boshqa bloklardan ham to'ldirsangiz bo'laveradi oralig'ini. Bu plitadan arzon tushadimi? Xo'p, bu plitadan, nafaqat plitadan, mana yog'ochdan uyni tomlariga qilinadi-yu. Ulardan yog'ochdan 10 barobar mustahkam, betondan, plitadan solishsa teng bo'laveradi, undan qolmaydi. Bu plita bitta uy splashnoy mana ko'ring. Bitta ob'yom, bitta plita bo'lib qoladi. Steyashkasi, usta haqqi, atrofiga apalavkasi, hamma yog'i o'zi ichida bo'ladi-da, buni usti bitta splashnoy bitta plita bo'lib qoladi, xolos. Hali addelni terib, orasiga beton qo'yib, unaqa qilinmaydi-da, bitta uy splashnoy bitta holatda butun bo'ladi. Bu kvadratga hisoblanadimi? Xolasa sexdan, xolasa biz olib borib o'rnatib berishimizga doir dogovor bo'ladi. Shunga qarab kelishiladi. Demak, yig'ma monolit qilgandan keyin loy bosilmaydi, tuklik qilinmaydi. Qora qog'oz, karton tashlab bunaqa narsa qilinmaydi. To'p bilan ikkita qo'yib ularganda demak. Agar buni yog'ochdan ustunlik tomonlarini hisoblasak, aytganimdek 10 barobar mustahkamroq. Keyin buni tag qismi tekis bo'ldi. rodbin tortib qo'ysa bo'ldi. Ustki tomoni agar yo'q men tomni o'zini qilaman deydigan bo'lsa, biz mo tashlayotgan armaturalarni tashlash shart emas, ustiga qo'shimcha. Xo'p, shunda ustiga orasini to'ldirib, ustiga xolasa biz o'zimiz mahsulotimiz bor, polistirol steyashka, shundan bosib qo'yadi. Tomini yoqib qo'ysa bo'laveradi. Yo'q, ikkinchi etajini ham qilaman deydigan bo'lsa, buni xohishiga qarab. Misol, bu armaturalarda 14lik, 16lik stенасini o'zgartirishi kuchaytirgan sari baquvvatlasha boraveradi. Demak, bu mansardli bo'ladi. Shuning uchun shunaqa ko'p armatura tashlalyapti. Biz mansardli qilingani uchun buni ustidan setka tashaladi. Bu armaturasi mansard qilib yopsa bo'laveradi. Ikkinchi etajini ham yuksa bo'laveradi. Agar sizlar o'rnatib bersanglar, qanchadan tushadi kvadrati? Xo'p, agar biz borib, o'rnatib, o'zimiz hamma yo'g'ini o'zimiz olib borib o'rnatib beramiz. 220 mingdan 260 minggacha, xo'p, u yoqqa kelishuvga qarab narxi o'zgaraveradi. Misol 220 ming so'mdan desa, mashg'ulot 220 mingdan emas. Xo'p, olib borib, yo'l kirasi, ishchilarda haqqi, ichiga ketadigan sement, metapsok, ashlar kelishuvga asosan apalavkasiga doir qilinadi. Shu uyda egasidan ustalarning qonuni bahsa bor. Qo'shimcha yangilik mana primechkalar 2,5 metrga do'q bo'lgan masofadagi romlarga o'rnatsak bo'ladi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.